Assalamu alaikum abunachilar, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotuvga chiqqan joyimiz Urganch shahrimizda 6-etajda ikki xonalari alohida 73 kvadrat metr bo'lgan korobka holatdagi joyimiz sotuvga chiqdi. Eshiklari demir eshiklardan chiroyli yo'tuvalarimizdan bismillah deb icheri girdik. Korobka holatdagi joyimiz. Orienterimiz eski Kamış gamburxonaning yanında yurtdoshlar. Devorlarimiz sovuq holatda. Yo'tuvalarimizning elektrik montaj ishlari bitib turibdi. Doğruda yuvishxonasi, bir de hojatxonasi, oshxonamiz, bu tarafimiz zalimiz, bu tarafimiz spalnimiz yurtdoshlar. Bu tarafimiz girish zonamiz, prixo'jiy zonamiz. Yo'tuvalarimizning elektrik montaj simlari gelib turibdi. Devorlarimiz sovuq holatda. Yine chet tarafda hojatxonamiz, suv kanalizatsiya montajlari bitib turibdi. Yo'tuvalarimizning suv cho'chiklari yetkazib turibdi. Bu tarafimiz oshxonamiz, oshxonamiz ham yurtdoshlar sovuq holatda, kanalizatsiya ishlari bitib turibdi, montaj ishlari sovuq holatda. Ochiq balkonga ega. Yo'tuvalarimizning kimda kim ishining korobka holatda kerakda bo'lgan insonlarimiz uchun chiroyli skvoznoy joyimiz. Bu yerda gaz, suv hamma narsasi tayyor. Yo'tuvasida ekkalib bitkazib tayyor qilinadi. Xohlasangiz o'zlaringiz kelib bitkazib beriladi. Bir de Urduga ham yaqin, Bozor ham yaqin, hamma yaqin, Darital ham yaqin yurtdoshlar. Marshut transportlardan umuman yok. Sel çıksanız da 7. marshutdan büyük tuttu. Bu tarafımız zalimiz, zalimizdan razmeri. Biz yurtdoshlar 360'a 570'le bakette bir yerimiz. Birimizden diyorlar, soğuk halatta akoynalarımız koyulungan. Yo'tuvalarimizning şimdi chiroyli qilib ozgina mehr bersangiz-da chiroyli joyimiz bo'ladi. Bir korobka holatda o'zimiz remont qilib chiroylatib olaman degan insonlarimiz uchun bog'cha, maktablar ham yaqin bu yerda. Birimiz sanuzlerimizdan şimdi holatda qo'yib qo'ydilar, o'zingiz kelib chiroyli qilib olaverasizlar. Bu tarafimiz spandimizdan razmeri 320 570 yurtdoshlar. Katta xonalar, skvoznoy joyimiz, akvaynalarimiz qism tutdi. Elektrik montaj ishlari o'tkazib simlar tayyor tutdi. Devorlarimiz sovuq holatda. Göresiz kimda kim şimdi yo'lning ustidan joy kerak desa, ekranda nomerlarimiz qoldiramiz, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Kvadrat metr aziz yurtdoshlar 5 milyon 200 ming so'mdan 73 kvadrat metr. Gelip görüp alaverasizlar yurtdoshlar. Kimda kim ishini joy qilib bilgan olsa nasib qilsin deymiz. Sağ olun, salomat olun. Keyingi ro'yxatda görüşünce aman bo'lin.